Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki 11-iyuldan boshlab pensiya oladigan ayrim fuqarolar uchun to'lovlar bo'yicha jiddiy o'zgarishlar, tekshiruvlar va noqulay holatlar yuzaga kelishi mumkin. Men buni sizga qo'rqitish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz, pulingizdan ayrilib qolmasligingiz, pensiyangiz kechikmasligi yoki noto'g'ri qarzdor bo'lib qolmasligingiz uchun tushuntiryapman. Agar siz pensiya olsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya masalalari sizga tegishli bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham to'lovning vaqtincha to'xtashiga, ortiqcha to'langan summa qaytarib olinishi kerak bo'lishiga yoki hujjatlaringiz qayta tekshiruvga tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval pensiya tizimida ko'p jarayonlar odatdagi tartibda ketardi. Pensioner belgilangan sanada pensiyasini kartasiga yoki naqd shaklida olardi. Ayrim ma'lumotlar esa vaqti bilan qo'lda tekshirilar edi. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlandimi, demak har oy kelaveradi deb o'ylardi. Yoshga doir pensiya bo'yicha ko'p holatda shunday. Lekin hamma turdagi pensiyalar bir xil emas. Endi esa 11-iyuldan keyin ayrim holatlar bo'yicha ma'lumotlarni solishtirish kuchayishi, elektron bazalar orqali tekshiruvlar tezlashishi, noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar aniqlansa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Ayniqsa yashash manzili o'zgargan, xorijga uzoq muddatga ketgan, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasini olayotgan farzandlarning o'qish holati o'zgargan, pensiyaga ta'sir qiladigan qo'shimcha daromad yoki ish holati yuzaga kelgan fuqarolar diqqatli bo'lishi kerak. Bu yerda eng og'ir xabar shuki, agar tizim sizga pensiya ortiqcha to'langan deb topsa, bu summa keyinchalik qaytarib olinishi mumkin. Ba'zida pensioner buni ataylab qilmagan bo'ladi. Shunchaki hujjatni vaqtida topshirmagan, ma'lumotni yangilamagan yoki o'zi bilib qolishadi deb o'ylagan bo'ladi. Lekin amaliyotda ko'p hollarda javobgarlik baribir fuqaroning zimmasiga tushadi. Asosiy qism 1-bo'lim. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak? Men avvalo shuni aniq aytaman. Hamma pensionerlarning pensiyasi 11-iyuldan birdaniga to'xtab qoladi degan gap noto'g'ri. Bunday vahimali gaplarga ishonmang. Lekin ayrim toifalar bor. Ular albatta o'z holatini tekshirtirib qo'yishi kerak. Birinchi toifa: nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolar. Agar sizda nogironlik muddatsiz emas, ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sanasini tekshiring. Masalan, bir fuqaroning nogironlik guruhi 1-iyulgacha belgilangan bo'lsa, u mening pensiyam har oy tushyapti-ku deb yurmasligi kerak. Agar qayta ko'rikdan o'tmasa, 11-iyuldan keyin tizim buni aniqlab to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Keyin yana hujjat yig'ish, tibbiy komissiyaga borish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu esa bir necha hafta vaqt oladi. Misol uchun, ayki guruh nogironi oyiga 1.200.000 so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsin. Uning qayta ko'rik muddati tugagan, lekin u buni e'tiborsiz qoldirdi. Bir oy pensiya tushmay qoldi. U bankka bordi, bank bizga pul kelmagan dedi. Pensiya bo'limiga bordi. U yerda qayta ko'rik natijasi bazaga tushmagan deyildi. Natijada odamning doğrusu kommunal to'lovi, oziq-ovqati uchun rejalashtirilgan pul kechikdi. Mana shuning uchun tekshiruvni oldindan qilish kerak. Ikkinchi toifa: boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu masalada ko'pchilik juda ko'p xato qiladi. Masalan, farzand 10 yoshga to'lgandan keyin agar u kunduzgi bo'limda o'qishini davom ettirsa, pensiya ma'lum shartlar asosida davom etishi mumkin. Lekin o'qishni tashlab ketsa, sirtqi bo'limga o'tsa, akademik ta'til olsa yoki o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Oddiy vaziyatni olaylik. Ona erdan ayrilgan, 2 farzandiga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 12 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetda o'qishga kirdi. Ona baribir bola o'qiyapti deb o'ylab pensiya bo'limiga ma'lumotnoma olib bormadi. Elektron bazada o'qish holati ko'rinmasa yoki kechiksa, pensiya to'xtashi mumkin. Agar bir necha oy davomida noto'g'ri to'lov amalga oshgan deb topilsa. Keyinchalik ortiqcha to'langan summani qaytaring degan talab ham kelishi mumkin.
Uchinchi toifa yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Ayrimlar viloyatdan Toshkentga keladi. Ayrimlar boshqa tumanga ko'chadi. Ayrimlar farzandining uyiga borib yashaydi. Agar doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, bank kartasi, pensiya ish hujjatlari bir-biriga mos kelmasa, tekshiruvda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas, lekin kechikish va qayta aniqlashtirish bo'lishi mumkin. 4-toifa. Xorijga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Bu masala juda nozik. Ba'zi pensionerlar farzandlari yo'niga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. Pensiya kartaga tushib turadi. Farzandi O'zbekistonda kartadan foydalanadi yoki pensioner o'zi onlayn yechadi. Lekin ayrim hollarda yashash joyi, hayot ekanligini tasdiqlash, shaxsiy ishtirok yoki konsullik hujjatlari talab qilinishi mumkin. Agar tizimda pensionerning holati bo'yicha shubha tug'ilsa, to'lovni aniqlashtirish uchun ushlab turishlari mumkin. 5-toifa ijro qarzdorligi bor pensionerlar. Masalan, aliment, kredit, kommunal qarz, sud qarori bo'yicha undirish mavjud bo'lsa, pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolish mumkin. Ko'pchilik pensiyaga hech kim tega olmaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'liq daxlsiz emas. Qonunda belgilangan tartibda va cheklovlarda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa 21 iyuldan keyin ma'lumotlar almashinuvi kuchaysa, ko'proq sezilishi mumkin. Odam kartasiga odatdagidan kam pul tushganini ko'radi va vahimaga tushadi. Sababini bankdan emas, ko'pincha majburiy ijro byurosi yoki pensiya bo'limidan aniqlash kerak bo'ladi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi muddatli shartlarga bog'liq bo'lmasangiz, odatda pensiya oldingidek davom etadi. Lekin men baribir har bir pensionerga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bozordagi bitta xato familiya, pasport seriyasi yoki bank karta raqami ham muammo keltirishi mumkin. Asosiy qism 2-bo'lim istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan xatolar. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat bank kartasi muddati. Ko'p pensionerlar kartaning amal qilish muddati tugayotganini sezmaydi. Pensiya tushadi, lekin karta blok bo'lgani uchun yechib bo'lmaydi yoki bank yangi karta chiqarishni talab qiladi. Pensioner esa pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida pul kelgan bo'lishi mumkin, muammo kartada bo'ladi. Shuning uchun kartangizning old tomonidagi oy va yilni tekshiring. Agar muddati tugagan bo'lsa, banka pasport bilan boring va kartani yangilang. Ikkinchi nozik jihat, pasport yoki ID karta almashganda ma'lumotni yangilash. Masalan, pensioner eski pasport bilan pensiya tayinlagan, keyin ID karta olgan. Bankda bir ma'lumot, pensiya bazasida boshqa ma'lumot, mobil ilovada yana boshqa ma'lumot bo'lsa, to'lovda kechikish chiqishi mumkin. Bunday holatda men hujjatimni almashtirdim, davlat o'zi biladi deb o'ylamang. Ha, tizimlar bog'lanib boryapti. Lekin amaliyotda hamma ma'lumot bir zumda yangilanmaydi. 3-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda og'ir, lekin ko'p uchraydigan holat. Qarindoshlar oxirgi pensiyasi tushdi, baribir o'ziniki edi deb kartadan pul yechadi. Lekin qonuniy jihatdan vafot sanasidan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, qarindoshlardan qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun meros, dafn puli, oxirgi to'lov masalalarini pensiya jamg'armasi orqali rasmiy hal qilish kerak. Kartani ishlatib yuborish keyinchalik muammo tug'diradi. 4-nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, men faqat kichik joyda ishlayapman, buni hech kim bilmaydi deb o'ylash xato. Soliq, mehnat, pensiya bazalari almashsa, bu ma'lumot ko'rinadi. Agar siz biror yordamni ishlamayman degan shart bilan olayotgan bo'lsangiz, keyin ishga kirganingizni bildirmasangiz, ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. 5-nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, fuqaro ilk guruhdan 2 guruhga o'tkazildi. U oldingi miqdorda pul kelaveradi deb o'ylashi mumkin. Lekin yangi guruh bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Aksincha 3 guruhdan 2 guruhga o'tsa, ayrim hollarda to'lov ko'payishi ham mumkin. Shuning uchun tibbiy komissiya qaroridan keyin pensiya bo'limda hisob-kitob qayta ko'rilganini so'rab tekshiring.
Oltinchi nozik jihat qarzdorlik sababli ushlab qolish miqdori. Agar pensiyangizdan pul ushlab qolinsa, bu qancha foiz, qaysi qaror asosida qachongacha davom etishi yozma ravishda aniqlanishi kerak. Ba'zan pensiya kartasiga 1.500.000 so'm o'rniga 1 million so'm tushadi. U davlat pensiyani kamaytirdi deb o'ylaydi. Aslida 500.000 so'm ijro hujjati bo'yicha ushlangan bo'ladi. Bunday vaziyatda bank xodimi ham hamma tafsilotni bilmasligi mumkin. Siz ijro organidan qaror nusxasini, qarz qoldig'ini va ushlab qolish jadvalini so'rashingiz kerak. 7-nozik jihat. Boshqa odamning kartasiga pensiya tushirish. Ayrimlar qulaylik uchun farzandining kartasidan foydalanadi yoki ishonchnoma bilan pul oldiradi. Agar hammasi qonuniy ishonchnoma asosida bo'lsa, muammo yo'q. Lekin rasmiylashtirilmagan holatda keyinchalik nizo chiqishi mumkin. Masalan, farzand pulni yechib ota-onaga bermasa yoki aka-uka o'rtasida pensiya kimda edi degan kelishmovchilik bo'lsa, buni isbotlash qiyinlashadi. Pensionerning o'z kartasi, o'z telefon raqami va o'z hujjatlari tartibda bo'lgani eng xavfsiz yo'l. Endi sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining sharti boshqacha. Hujjat papkangizni oching. Pensiya tayinlangan qaror, ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Ikkinchi qadam. Pasport yoki ID karta ma'lumotlarini tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSR raqami. Ro'yxatdan o'tgan manzil to'g'ri kiritilganmi? Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumot yangilanganini aniqlang. 3-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam sizning nomingizdami? Karta bloklanmaganmi? Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, farzandlar yordam bersin. Lekin SMS va karta ustidan to'liq nazoratni begona odamga bermang. PIN kodni hech kimga aytmang. Hatto bankdanman degan odamga ham aytmang. 4-qadam. Nogironlik bo'yicha muddatni tekshiring. Tibbiy xulosada nogironlik qachongacha belgilanganini ko'ring. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oilaviy poliklinika, shifokor, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi bilan oldindan bog'laning. Hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki bitta tahlil yetishmasa ham jarayon cho'zilib ketishi mumkin. 5-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha farzandlarning holatini tekshiring. Uyindagi yoshga to'lgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning ismi, kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar farzand o'qishni tashlagan bo'lsa yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Yashirish keyinchalik yanada katta qarz chiqarishi mumkin. 6-qadam. Qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Majburiy ijro byurosi bazasi, bank, sud qarorlari, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlar mavjud bo'lsa, oldindan bilib oling. Agar pensiyadan ushlab qolish boshlangan bo'lsa, nega kam tushdi deb shikoyat qilishdan oldin hujjat asosini so'rang. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bilan e'tiroz bildiring. 7-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Pensiya bo'limiga borganda faqat og'zaki gapirib qaytmang. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, shunday mazmunda ariza yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oy uchun kelib tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini ko'rsatishingizni so'rayman. Arizada sana ism, familiya, telefon raqam, imzo bo'lsin. Bir nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma. Sud qarori bo'lsa, hammasining nusxasini alohida papkada saqlang. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha hujjatni bir joyga qo'yib keyin topolmay qoladi. Farzandlar ota-onasiga bu borada yordam berish kerak. 9-qadam. Rasmiy manbadan tasdiqlang. Internetdagi har bir xabarga ishonmang. 1 iyuldan hammaning pensiyasi kesiladi. Pensionerlar pulni qaytaradi, kartadagi pul muzlatiladi kabi gaplar ko'pincha bo'rttirilgan bo'ladi. Siz pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank, majburiy ijro byurosi yoki mahalladagi ijtimoiy xodim orqali aniq ma'lumot oling. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Hujjatga qarang. Og'zaki mish-mish bilan qaror qilmang.
10-chi qadam, agar pensiya to'xtasa, darhol harakat qiling. Birinchi kuniyoq bankdan tushum bo'lgan bo'lmaganini aniqlang. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy hujjatni yangilang. Agar sabab o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, ta'lim muassasasidan oling. Agar sabab qarzdorlik bo'lsa, ijro organiga boring. Agar sabab bazadagi xato bo'lsa, ma'lumotni tuzatish bo'yicha ariza bering. Kutib o'tirsangiz, muammo o'zi hal bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Pensionerning telefoniga kelgan kodlarni hech kimga bermang. So'nggi paytlarda firibgarlar pensiyangiz oshiriladi. 11 iyuldan ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz to'xtaydi. Kartangizni tasdiqlang deb qo'ng'iroq qiladi. Ular SMS kodni so'raydi va kartadagi pulni yechib olishi mumkin. Davlat idorasi ham, bank ham sizdan telefon orqali karta kodi, PIN kod yoki SMS kodni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing. Hurmatli tomoshabinlar, 11 iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki, beparvolik qilgan, hujjatini yangilamagan, qarzdorligini tekshirmagan, nogironlik yoki o'qish muddatini o'tkazib yuborgan ayrim pensionerlar pensiya kechikishi, to'xtash yoki ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni shundaki, bularning ko'pini oldindan olsa bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring, pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyinchalik bir oy yugurib yurishdan qutulasiz. Agar sizda pensiya tushmay qolgan bo'lsa, kam tushgan bo'lsa, yoki 11 iyuldan keyingi tartib bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Men imkon qadar eng muhim savollarga javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qila oladi.